Man ham aynan o'sha mujik shadishalardan bo'lganman. Bo'lganman. Даже gormonlarimga ham bu narsa ta'sir qilgan. Даже gormonlarga testosteronim kuchayib ketgan, женственность pasayib ketgan, tomi yob, yeri qoq, hamma ishni qilganman. Ayollar erini mas'uliyatidan tashqari erimga yordam beraman deb o'qiyotganlar, erimga yordam beraman deb ishlayotganlar bor. Nima uchun ishlayapsan desam, erimga yordam bermoqchiman. Men o'sha bitta savol beraman deb so'radimi ering deyman. Yo'q, qoplab bo'lmagan. Qoplab men esimda bor, endi to'g'ri qopni ko'tarmaganman, qoplab uyga kartoshka tashigan kunlarim bo'lgan. O'sha paytda menga kimdir, "Hey, sen erkak ishini qilasan" demagan. Bir temani aytdingiz, hozir psixologiya yoki psixolog desa odamlarda qanaqadir ham negativ bor-da. Lekin hozir mana shu ma'lumotni prям hamma eshitib yodlab olishini xohlardim. Shayximiz Hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Iymon kitoblarining 44-betida imенно psixologiya haqida yozilgan. Men niyat qilganman remontimni to'g'rilab olish. Endi siz aytgandek qaysidir ekspert chiqib aytayaptimi? Demak, muammo unda. Muammo bizda emas. U o'zini niyatiga yarashasini oldi. Istig'for sabab. Istig'for bu aynan shu istig'forni etsang, senda mana bunaqa bo'ladi, o'zgarish bo'ladi degan narsa emas. O'tda his qilib, anglab, "Yo Robbim, men tushunmayapman, aybim, gunohlarim, xatolarimni tan olaman, meni kechir." Avvalo va eslolmaganlarim eslat yo Robbim deb rosti tavba qilish kerak. Da o'tda qanaqadir sonlarda nimadir ilohiyat bo'lmasligi mumkin, lekin biz Robbimizga yuzlanamiz va Robbimda albatta yechim bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli auditoriyam. Yana men bugun podkastdaman. Sizlar uchun har doim foydali, manfaatli podkastlar qilishga harakat qilaman va bugungi podkastimiz mehmoni ayollik jozibasiga ega, даже ko'rib turman ixtirosiga ega, Shadisha taxallusi bilan Instagram mediasida nom chiqargan juda go'zal ayolni taklif qildim. Aslida psixologlar, psixologiya sohasida ishlaylar. To'g'risi o'zim ham bugun birinchi marta ko'rib turman, hozir ko'rib turman va sizlar bilan birga ular bilan boshqatdan yana tanishamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. O'zim ham endi tanishtirib o'tib ketaman. Men psixolog, psixoterapevt. Hozirgi kunda psixosomatika yo'nalishi bilan ham ishlayotgan Fotima Iskandarni ekspert bo'laman. Xush kelibsiz yana bir marta. Bugungi mavzuyimiz ayollik haqida gaplashmoqchimiz. Ayol kim o'zi? Ayol deganda juda ko'pchiligimiz ayolni o'zi eshitadi. Ayolni eshitib turib o'zini ayolligini his qilmaydigan insonlar bor, ayollar bor. Aynan bugungi mavzuyimiz ayol o'zi kim? Ayollik fitratlari haqida gaplashamiz, ayollik jozibasi haqida gaplashamiz va umuman o'zi ayollikka his qilish, tan olish bizga hayotimizga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Munosabatlarda, sog'liqda, farzand tarbiyasida, o'zi umuman jamiyatda bizning ayolligimiz nima uchun kerak? Bugungi mavzuyimiz mana shu haqda bo'ladi. Juda ham zo'r mavzu tanlanibdi. Eng hozirgi kunda trendoviy mavzulardan desam ham bo'ladi. Chunki ayollarimiz hozir mujiklashib ketayotgan davrda yashayapmiz-da. Ayollikni qabul qilish, ayollikka his qilish hozirgi kunda muhim. His qilmasa, bilasiz nimalarga olib kelishini. Aynan shu haqda bugun gaplashamiz. Mana ayollarimiz to'g'ri aytadilar, mujiklashib ketyapti. Mana shu ayollar ayolligini unutgan holatda erkaklashib ketib, eng qizig'i men bir narsaga hayron qolaman, uddalashyapti. Uddalashadi ham erkaklardan o'tib ham ketyapti. Lekin degan joyi bor, mana 40 ga kiradi, 50 ga kiradi, o'sha hamma narsaga erishadi. Erkaklar qilmagan narsalarga erishadi. Mashina oladi, karyera qiladi, ofis ochadi, erkaklardan ham ko'p pul topadi. U ham oladi. Eng qiziq u ham oladi. Sayohat yuradi, eng qimmat kiyim oladi, brilliant oladi, brend kiyim kiyadi. Lekin 45 yoshda, 50 yoshda keladi, mana terapiyalarimga keladi. Hamma narsasi bor, достаточно ayol. Lekin men shunaqa bitta terapiyalarim bor-da, o'tkazib, ularni ayolligini his qildiraman. O'zi 3 daqiqani o'zi yetadi. Ismingizni ayting deyman. Tanani o'zini ismi bor. Unga tug'ilganda tanaga ism qo'yiladi. Yoshingizni his qiling, tanani ismini his qiling. Endi keling ayolligingizni his qilinsam bo'ldi. O'chadi. O'chish o'ta tursin. Men cho'ta taxtaga o'xshayman, qanaqadir betonga o'xshatishadi, bo'lmasa toshga o'xshatishadi. Bu nima haqida? Bular yillar davomida karyera, pul, uy, joy, brilliant sayohatlar qilibdi-yu, lekin ayolligini his qilmabdi. Mana shunaqa ayolligini his qilmaganda ularga bitta savol beraman. Endi menga bitta kasalligingizni aytib bering. Ayolda qanaqa kasal bo'lishi mumkin? Ayol kishining o'zining organlari bor, bilasizmi? Ketdi matka,
ko'krak uni ketidagi последствияларni menimcha gapirib ham o'tirishim hojati yo'q. Hozir siz aytdingiz, yosh Kesasiz to'g'ri. yosh chiroyli deyapsizda mana ta'riflayapsiz. No, bu mani tashqi ko'rinishim. No, mana aynan o'sha mujik shadishalardan bo'lganman. Bo'lganman. Даже gormonlarimga ham bu narsa ta'sir qilgan. Даже testosteronim kuchayib ketgan, женственность pasayib ketgan, tomiyob, yerroqoq, hamma ishni qilganman. Erkaklar даже qilolmaydigan ishlarni ham hozirgi kunda boya aytganingizdek 1000% qo'shilaman. Ayollar qilishyapti, uddalashyapti. Siz aytdingiz 45, 50, 55 yoshga chiqqanda nimadir kasallik bo'ladi deyapsiz-ku. Men 30 yoshimda bo'lgan o'sha kasallik. Juda ham ko'p olgan ekansiz, emasmi? Juda ham ko'p olganman. Hammasini desa ham bo'ladimi? Hammasini desa ham bo'ladi. Eng qizig'i ayollar auditoriya buni tan olish, hammaga emas, bu yerda tan olish muhim. Chunki ayollar bilyapti, o'sha erini ishini qilyapti. Eriga qo'shilib eng alam qiladigan, eng achinarlisi ayollar erini mas'uliyatidan tashqari erimga yordam beraman deb o'qiyotganlar, erimga yordam beraman deb ishlayotganlar bor. Nima uchun ishlayapsan desam, erimga yordam bermoqchiman. Men o'sha bitta savol beraman deb so'radimi ering deyman. Eng qizig'i erkak kishi so'ramaydi bu narsani. Ko'p holatda to'g'ri bo'lib turadi, unga majbur qiladi ayol kishi o'zi. Lekin ko'p holatlarda mana sizdan eringiz so'radimi, tom yop deb. Yo'q. Mendan so'ramagan, men hozir siz aytib beryapsiz, tom yop, u qil, bu qil deb. Mana hozirgi yangi turgan uyimizga shuni ko'rdim. Shuniga ko'chayotganda men erim esimda bor, shunda pul berganlar-da, uyga remont qilishimiz kerak. Faqat meni vaqtim yo'q deganlar, vaqtim yo'q degan paytda sekin-sekin boricha qilib turinglar. Ungacha bu pulga sayohatlarga qilamiz deganlar aniq esimda bor. Yo'q, meni ichimda nafsim degan narsa bor. Menga eng zo'r remont, eng zo'r texnika, eng zo'r lustra, eng qimmat aboy bo'lishi kerak bo'lgan. O'rtog'im shunda podrushka qilardim deb 1 oy bozorga qatnaganman. Esimda bor, o'sha kvartirani shunda yopib qo'ygan paytlari bo'lgan. Axirani yopib qo'yardi. Bugun kirish ruxsati yo'q. Biz o'rtog'im bilan tomdan oshib tushib uyga kirardik kalit bilan. Bu bizga nima deydi-yu? Erim kelib rosa urishardilar. O'sha urishayotganlarni men tushunmaganman. 5-6 yillik gap aytyapman-da. Mana biz qanaqamiz? O'zim ham shunaqa bo'lgan ekanman, ko'z oldimda. Men qilaman degan narsa bo'lgan. Yo'q, manachi, men qilaman emas. Siz qilmayapsizmi? Sizga kerak emasmi? Menga kerak. Chunki bilaman, shu erkak kishiga ko'p narsa kerak emas. Bu uy, joy, remont. Xuddi shunaqa deydilar meni erim ham. Uy, joy, remontlar erkakka вообще kerak emas. Erkakka ana aytadi, bitta ko'rpacha, yostiq, ikkita kiyim, ikkita paypoq, ikkita nijniy belyolar, bunda bir sidra kiyim yetadi va tinchlik, xotirjamlik, sevgi kerak. Mana bu remontlar, mana bu dang'illama uchastka uylar faqat bizga kerak. Tan olasizmi? Faqat sizga kerak. Bizga yarashaveradi ham. Bizga yarashadi ham, bizga ayollarga mana bizani xato qilgan joyim o'sha joyda. Mana shu narsalar bilan men baxtli bo'laman deb o'ylaganman. Xotirjam bo'laman, zo'r bo'ladi deb o'ylaganman. Eng yomon alam qilgan joyi, hafsalam pir bo'lgan joyini aytaman. Uy chotki, remont, endi qo'ni qo'shnilar bir-birini uyga chiqqan, remont hamma tugagan. Qani sani remonting qanaqa, sani remonting qanaqa deganda qo'shnimiz chiqar, 3-4 ta qo'shni uyimiz zo'r-da, hamma yoq remont, noldan kirganmiz. Erimga qarab, zo'r remont qilsana, u qilsana, qoyil desa erim, ha, men qilganman dedi. Men orqa fonda shunday qolib ketganman deb. Mana o'sha joyda men shunday ikkita qo'lim, men shunday qilganman. Yomon qattiq xafa bo'lganman erimdan, o'shanda aytganman. Bir og'iz shuni xotinim qildi desa, bo'lmaydimi deganman-da. Chunki aniq esimda bor, men lustralarni tashiganlarim esimda bor bagajda, chunki lustra og'ir, parxaz qilganman. Erimda kelib senga kerakmi shu deganda. Mana shu joylarni eslayman. Hozir bo'pshim qilmayman. Qizlar kim shu joyda bo'lsa, iltimos to'xtanglar, o'zingizlarni qadringizga o'zingizlar yetinglar. Erim rahmat demagan. Eringiz rahmat dedimi? To'g'risini ayting. O'sha payt rahmat dedimi? Yo'q, men rahmat eshitishni kuta ajrashib ketganman. O yil yashab ajrashib ketganman. Ajrashishingizga sabab shu bo'lgan ekan. Bu narsa emas, no, bu ham sabab bo'lgan. O'sha 1000 tadan bitta sabab bu ham bo'lishi mumkin, lekin baribir men charchaganimdan ajrashganman. Menga rahmat вообще demadilar. Shu bugun borib aytishim kerak ekan. Erkak kishi menimcha rahmatni, erkak kishidan kimdandir ayollar rahmat eshitib kutmanglar. Meni rezultatim to'g'ri, menda hayot o'sha joyda nimam imtihonim shunaqa bo'lgan, rahmat haligacha yo'q. Mana bularda hayot imtihonlari qanaqa bo'lgan. Ayollar ayolligini unutib, erkakka vazifasini so'ramasa ham olish oqibati shunaqa bo'ladi.
To'ppa-to'g'ri, 1000% qo'shilaman gapingizga. Erkaklar rahmat ham demaydi, хотя бы молодец xotin deb qo'ysa ham boshimiz osmonga yetadi-da. Gap yo'sanga desa. ishini qilayotgandan keyin qayerdan молодец? Bizni o'zimizga faqat молодец dedik-a, uddaladik-a. Конечно, mayli o'zimiz uchun galочка qo'yildi, bu samatsenkaga ta'sir qiladi. Однозначно ta'sir qiladi. Поэтому men sizga rahmat deyman, men sizga молодец deyman. O'zimga rahmat. Молодец. Men uddaladim. Конечно, bunaqa har bitta qo'yilgan galочка o'zingiz ham yaxshi bilasiz-ku. Insonni o'ziga avvalo biz o'zimiz uchun qilganmiz, samatsenkamizga ta'sir qiladi. O'sha paytda u ish qilarmidingiz parallelni? Aynan qaysi paytda? Mana misol uchun men o'sha paytda to'g'ri ishlardim, vazirlikda ishlardim. Men bu narsani ko'p aytganman. Vazirlikda ishlab yurgan paytda ertalabdan kechgacha ishlagan taqdirimda ham menda prioritet uy qilish edi. Prioritetlarning ketma-ketligi bor. Keyin men soham polni o'zgartirganman. Psixologik polni kirgandan keyin meni prioritetim oilamdan tashqari meni karyeram bo'lganda, remontim yaxshi, lekin boriga qanoat qilsa ham bo'lar ekanda. O'sha payt menga turmush o'rtog'im tushuntirishga harakat qilganlar. Mana bu nafs degan qo'rqur narsa tushunmaganda, bizning prioritetimiz o'sha paytda uy, joy, remont, o'sha lustra, qimmat bir narsa texnikalar bo'lgan ekan. Agar hozirgi holatda remont qilishim kerak bo'lganda, erim shu fikrim, shu aqlim bilan men erim aytganini qilardim. Chunki butun resursim, butun kuchim, energiyam bilasiz, qilib ko'rgan ekansiz, remont o'shanga ketib qolgan edi. Mana ayolligim fitrati haqiqatda o'sha joyda ketib qolgan. Men u paytda ayolligimni his qilmaganman. Erim bilan munosabatim sovuqlashgan, chunki постоянно janjal, remontga ketdim. Men qilyapman. Siz faqatgina ishlayapsiz. Hech narsa bo'lmaganda ishlayapsiz. Nahotki so'ramaysizam deb urishardim-da. Lekin ajrim yoqasiga kelmaganmiz, chunki biz ham bitta joyga kelib olishdi. Biz kvartirada yashab yurgan paytimiz. Maqsadimiz uy edi. O'shaning uchun ajrimga bormagan ekanmiz. Bunda o'ylab qarasam, chunki ajrim holatlari menda juda ko'p bo'lgan. Bu sabab bo'lmagan ekan-da menda. O'shaning uchun hurmatli ayollar, iltimos to'p qilinglar. Mana garmon haqida gaplashib ketdik. Garmonni buzilish, menda ham disbalans garmon bo'lgan. High cycle o'ynab ketgan. Ayollarda high cycle o'ynab ketyaptimi? Demak, e'tibor beringlar. Testosteron baland. Testosteron balandmi? Nimaga baland? His qilib ko'ringlar tanani. Bitta turmush tarzingizga qaranglar. Nimalar bilan bandsizlar? Kartoshka ko'tarib yurgan kuningiz bo'lganmi? Qoplab. Yo'q, qoplab bo'lmagan. Qoplab men esimda bor, endi to'g'ri qop ko'tarmaganman, qoplab uyga kartoshka tashigan kunlarim bo'lgan. O'sha paytda menga kimdir, "Hey, sen erkak ishini qilasan" demagan. Men o'sha paytda ayol kishining ishini qilaman deb o'ylaganman. Ro'zg'or qilaman deb o'ylaganman. Tarus tashiyman, to'g'ri qilaman deb o'ylaganman. Biz ayollar shunaqa deb o'ylaymiz-da o'zi. Bu narsa bizga o'z-o'zidan ham kelib qolmaydi-da. Kimdandir ko'rganmiz, ayniqsa hozir bizning o'zbek oilalarida bu tabiiy holam deb o'ylayman. Men o'zim bolaligimga qaytadigan bo'lsam, men mujik ayolni qo'llarida tarbiya topganman. Oyim meni kuchli qiz, kuchli ayol bo'lishimga o'zlari как бы xizmat qilganlar, to'g'irlaganlar. Buni men aslo ularni ayblash yoki ulardan xafa bo'lish emas, nabrot menga bu narsa xizmat qildi. Lekin men baribir ham kuchli ayolni timsolini ko'rganman. Biz baribir ham onamizdan andoza olamiz-ku. Demak, ayol kishi shunaqa bo'lish kerak ekan deb yashayverganman. Demak, ayol kishi pul topish kerak ekan, demak, ayol kishi farzandini boqish kerak ekan. Er bor. Mana hozirgi juda ko'p holatda shunaqa bor. Er bor, самое главное er borda, lekin hayotda oldingizda yo'q. Eri bo'lib turib, ersiz yashayotgan ayollarning orasida bo'lganman mana. Mana bunaqa qo'polroq tuyulishi mumkin. Er bor, erim bor, lekin yonimda erkagim yo'q. Xuddi shunaqa. Achchiq haqiqatlardan bittasi. Aynan shunaqa. Xuddi shu holatda men ham nimada 10 yil yashaganman. Sabr qil, yaxshi bo'lib ketadi, to'g'irlanib ketadi deb bizga singdirishadi. Gap qaytarma, jim bo'l, hammasi hali yaxshi bo'ladi. Hayot shu ekanda. Ayol kishisan, hayot shu, prosta yashab ber. Boshqa iloji yo'q degan ssenariy asosida yashaganman ki Allohning izni bilan ilm olib, rivojlanib, o'zimni yo'qotgan paytimda aynan psixologiyaga kirib kelganman. O'zim meni yo'nalishim umuman boshqa. Men professional pianistkaman, men ijodkorman. Lekin o'sha taqdir taqozosi bilan
psixologiyaga kirib keldim aynan shu kasallik sabab. Aynan shu o'zimdagi kamchiliklar deymanmi, og'riqlar deymanmi, sinovlarni men bolalarimda ko'risha boshlaganman. Bolalarimni tarbiyalayman. Cho'tta bolalarim непослушный bo'lib ketyapti, cho'tta tarbiyalay olmayapman deganman-da o'sha paytda psixologga murojaat qilganman. O'sha paytda psixologim aytgan, "Sen mujiklashib ketyapsan, birinchi sani aybing, ajrim yo'qasidasan, o'zingni topish uchun avvalo qizlaringdan andoza ol." Hatto o'sha psixolog g'ayridin bo'lgan, lekin Alloh seni nimaga ayol qilib yaratgan? Nimaga ayol bo'lding? Senga Allohim ikkita qiz beryapti. O'shandan ham sen primer olmayapsanmi? Signalni ko'rmayapsanmi degan. O'zingni qizingdan sen o'rganga endi ayollikka degan. Qiz farzand onalarga qanaqa yashashni o'rgatadi aslida. Men ham ko'p bu narsani aytaman. Sizlarni qizinglar adasiga qilayotgan muomalani ko'ringlar. Erkalanishimni keltirardi. Ishoning, katta qizim shu darajada женственный, siz ko'rganmisiz? Женственный, такой nafosatli, прям идеальный, sochlari uzun, ana harakatlari нежныйda. Ey, anaqa qilmagin deb urishib berardim. Ana g'ashim kelardi. Uni женственностьligiga, нежныйligiga, erkalanishlariga, o'zini aytganini qildirishiga g'ashim kelardi. Chunki men aytganimni qildira olmasdim-da, tushunasizmi? O'zim qila olmaganimda, o'zimda yo'q narsa bo'lgani uchun qizimga g'ashim kelardi. Men даже bitta narsa aytib ketaman. Mana qiz farzand otasi bilan qilayotgan munosabatdan siz aytgandek andoza olsak, xuddi narsani o'rgansak va otasi unga qilayotgan munosabatni qilsak, ishoninglar, bizga psixologlarga ish qolmaydi. Bizga psixologlar aynan mana shu narsani o'rgatadi-yu, o'rgatamiz-da va men bu narsani qilgan, men bu narsani qilgan, oxiri menga yetib keldi. O'zim qizimni kuzatdim. Siz aytgandek, meni ham qizim xuddi shu ishlarni qilsa, meni ham qaysidir ma'noda g'ashim keladi. Bir kun pul so'rayapti, qizim adasi shuni beraveradilar pul. Ortig'i bilan qizimga beradi. Men misol uchun menga 100 ming bersam, 200 ming. O'zi pul yo'q. O'zi pul yo'q. Keyin bir kun menga pul yo'q, qizimga pul bor. Keyin bundoq qaradim, nimaga menga pul yo'q? Nimaga Sajaga pul bor deyapman? Desam, xuddi shunaqa so'ragan, senga ham topiladi. O'rgangin deyaptilar. Men turmush o'rtog'im psixologiyadan umuman xabari yo'q, даже Instagramlari ham yo'q-da. O'rgangin dedilar. Menga mana shu gaplar teshib o'tib ketdi. Men hozir bundoq kuzataman. Qarayman, bilganimiz, anglaganimiz qizlik yetarli emas. Mana qizdan o'rganinglar desa, bundoq qaraysizlar, qila olmaysizlar. Endi uni sekin-sekin hayotga tatbiq qilish kerak. Bitta qilib ko'rsanglar, уже diskomfortli случай bo'ladi. O'zingizlar g'alati his qilasizlar. Nima uchun? Chunki bu narsa sizlarda заложенный emas. Bu narsani bizga onamiz o'rgatmagan. Bizga onamiz nima qilardi? Ertalab choy qo'yib berardi, taq. Bo'ldi, fartuq bilan adamiz jo'n ishga ketardilar. Kelardilar, adam kelardilar, ayam yana fartuq bilan kutib olardilar. Biz faqat shu narsani ko'rganmiz. Bu narsani biz anglamagan holatda hayotimizga prosta ko'chirganmiz. Ayol kishini qaynonamda ham rahmatli ko'rganman bu narsani. Faqat fartuq bilan kutib olardilar, fartuq bilan kuzatardilar. Xuddi shu tarzda turmushlari o'lib ketdilar. Siz fartuq bilan oyingizni ko'rgan ekansiz, men ko'rmaganman, chunki oyim ertalabdan kechgacha ishlaganlar. Даже men oyimni sog'inganman. Oyim Xitoyga qatnab bozorchi bo'lganlar. Hozirgi kunda takoy chiroyli business lady deyshadi, yo'q, bozorchi bo'lganlar. Mana oyim Xitoyga qatnardilar, Qozog'istonga qatnardilar. Men ko'pincha olgan ekansiz-da. Ko'pincha men buvim bilan dodamni qo'llarida qolardim. Oyimni sog'inardim. Ona timsoli qanaqa? Ishlash kerak ekan. Onam menga hamma narsa qilib berganlar. Ikkita aka bor, sizlab katta qilishgan. Erka o'sgan bo'lsam ham, dostatkda o'sgan bo'lsam ham, lekin baribir meni oyim kuchli shaxs tarbiyalaganlar. Rahmat deyman hozirgi kunda. Mana Allohning izni bilan keyinchalik kerakli vaqtda Allohim o'zi kerakli insonlarni yetkazdi. O'sha hayotimga kirib kelgan har bitta inson sinov meni o'stirdi. Hozirgi kunda prosta hech qanaqa og'riqlarsiz rahmat deyman. Minnatdorman. Bo'ldi. Men kasallikkacha yetib keldim-da, mujik bo'lib kasallikkacha yetib keldim. Tavba qildim, boshim urildi devorga, o'lib ketasan degan jarayonda men qaytganman. Ilm olib, rivojlanib, o'shacha har doim aytaman, ilm oling ayollar. Ilm olish kerak-da. Hamma gap ilmda. Bizani hayotimizga imtihon kelyapti. O'zimda hayot ham imtihon. Buni bilasizmi, qanaqa tushuntirib beraman? Mana institutda o'qiganmiz. Mana institutda ham sessiyalar bor. Birinchi o'qiymiz, birinchi semestr tugagandan keyin ikkinchi semestrga o'tish imtihon. Agar o'sha imtihondan o'tmasangiz, biz yiqilamiz. Butun institutni 4 yillik bakalavrni bitirish uchun biz bir nechta semestrdan o'tamiz. O'tgandan keyingina biz diplom olamiz. O'shanda diplomimiz ham yo 3, yo 4, yo 5 bo'ladi. Diplom olganlar nechta, diplom olmaganlar qancha? Hamma ham diplom olmaydi. Endi hayot ham xuddi shunaqa. Hayotingizga
kelayotgan imtihonlardan biza faqatgina o'tishimiz kerak. Bilim olib, bilim bo'lmasa, biz imtihonlardan o'ta olmas ekanmiz. O'shaning uchun yosh ketaverar ekan, tana ulg'ayib ketaverar ekan. Tanani ko'rsangiz 40 yosh, 50 yosh, 55 yosh, lekin mentalniy yoshimiz bo'ladi. IQ'imiz o'smasa, bizani kun davomida yashayotganimiz, men aytaman, nolga teng. Nolga teng nima degani? Nollar orqasida har xil bizani hayotimizda muammolarimiz bor, bu kasalligimiz bor, bu pulda problemalarimiz bor va sog'liqda. Eng alam qiladigani bu munosabatda. Ya'ni munosabat hammani ko'z oldiga keladigani. Birinchisi turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingizda muammolaringiz bor yoki farzandlaringiz bilan muammo bor. Hozir ayollarimiz keladi, erim bilan deb muammo ko'p kelardi. Hozir mana psixologiyaga kirib ketgandan keyin bilsa, уже farzandlar bilan muammo boshlangan. Toki eri bilan muammoni hal qilguncha faqat er bo'lib qolgan bizda ayollarimiz. Bitta qaragan bo'lsa, уже yonida farzand katta bo'lib qolgan. Endi farzand bilan munosabat to'g'irlash kerak bo'lgan. Endi butun diqqat farzand bilan munosabat to'g'irlaymansa, u yerda qaynona bilan munosabat tayyor bo'lib pishib turgan bo'ladi. O'shaning uchun hamma joyda balans degan narsa bor. Buni qanaqa aytadi? Garmoniyaga to'g'irlash kerak. Bunga nima kerak? Bilim kerak bor yo'g'i. Bu narsani men aytaman, har doim oilada erkak bosh. Oilada erkak bosh, lekin polada ayol deyman. Ayol kishi, ya'ni bizda buni o'rgatishardi. Ayol kishi bo'yin, erkak bosh. Sizni holatingiz, sog'lom ruhiyatingiz holati butun oilaga ta'sir qiladi. Ya'ni ayolligingiz. Hozirgi kunda zo'r temani aytdingiz. Farzandli bilan muammosi ko'p bo'lyapti ayollarni, chunki ming afsusli bo'lsin, bizda eng aktualniy tema Mana biz kontent qilamiz, farzand tarbiyasi bo'yicha analizlar qilamiz, testlar beramiz, farzandingga ahamiyat ber, bo'lmasam kelajagi rasvo bo'lishi mumkin-da, e'tiborsiz qoldirsang deb kontent chiqarsak, ularni prosmotrlari kam bo'ladi-da. Kundosh, qaynona temasi har doim topda bo'ladi-da. Birinchi o'rinda mana biz statistika o'tkazganimizda, statistikaga qarasangiz, faqat birinchi o'rinda temasi. Nima bo'lsa ham farzandi bilan problema bo'lyaptimi yoki qizi bilan problema bo'lyaptimi? Baribir ham mana psixologiyada ota-ona bilan munosabatga qaraladi, xotin munosabatiga qaraladi, to'g'rimi? Xo'p, o'sha narsani yengish uchun ham biz avvalo o'zimizga fokus qaratishimiz kerak. Erga emas, qaynonaga emas, ota-onaga emas, avvalo o'zingga qara. Keyin o'sha farzandingni tarbiyasida qiynalish bo'lmaydi. Chunki farzandingni tarbiyalamoqchi bo'lsan, oldin o'zingni tarbiyala deydi-yu. Men o'sha eng jahlim chiqadigan tomoni aynan shu farzand temasi haqida gapirsak, eng oxirgi o'rinda turadi-da, bor. Eng achinarli hol. Hatto biz hayotda nima deb yashaymiz? Farzandim uchun ishlayapman, farzandim uchun yashayapman deymiz. Farzandim uchun chidadim deymiz. Farzandga biz vaqt ajratyapmizmi? Telefon beryapmiz, bo'ldi, o'zimizning ishimiz bilan hozir yuribmiz-da. Bu juda achinarli holat. Mashinga men kuyib pishib tushuntira olmayapman-da, to'g'risi jahlim chiqib ketib qoladi-da. Bilmadim. Bu mavzuni kengaytirish kerak, ko'p gapirish kerak. Problema bu farzandda emas, problema bu o'zimizda. Bizda. Mana bunaqa yana aytadi. Yaqinda bitta kontent qildim. Men va biz, men va dunyo degan qisqacha darslik oldimda. O'sha yerda birinchi navbat edim, toki siz men va men bilan yuzlashmagunizcha, o'zingizni tanimagunizcha, kimligingiz, ya'ni siz ayolsiz, erkak emassiz. Bir kun bitta ayol kishi aytadi, ayolligimni his qilishim uchun nima qilib, praktika bering. Ayolligini his qilish uchun ayollar mendan praktika so'rayapti, ishonasizmi? Bu qanchalik achinarli holat. Nima qilay? Shu darajada ayollar mana to'g'ri, psixologiya kuchli, psixologiya kirdi, hamma yoq kurslar. Faqat praktika berdi-da. Men hayron qoldim. Nima praktika berar ekanman deb o'ylanib qoldim. Nima qilishni bilmay qoldim o'sha paytda. Chunki bularga praktika texnika bo'lib qo'y. Bitta narsa aytdim, ayolligini siqmoqchimsan, bo'ldi, yeching oynaga qara. Men nimadir yechim berishim kerak, chunki nimadir qilishim kerak edi. 21 kun har kuni oynaga qarasa 10 minutda. Menga klient telefon qildi. 21 kun oynaga qaradim. Nima qildim? Nima bo'ldi? Hech narsa his qilmadim. Tushunyapsiz nima haqida? Ayol ayolligini his qilish uchun tanasini ham ko'rmayapti-da. Oynaga qarab o'zini bilmayman nimani o'ylayapti deydi-yu. Shu darajada bo'lib ketganmiz. Mana ayol kishi ayolligini xatabi ayol bo'lib tug'ilgan. Metrikada yozilgan девочка deb. Всё, sen ayolsan, xohlaysanmi, xohlamaysanmi? Ты девочка, всё. Endi buni his qilish qoldi. Женский organlar, matkalarimiz bor bizda, ko'kraklarimiz bor. His qilmayman. Nima uchun? Chunki biz kuchlimiz. Ayolligingizni men va men bilan qizlar yuzlashmaguningizcha, men va biz, ya'ni turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, ota-onangizni
his ham qilmaysiz. Biz mana qabul qilishlar bilan juda ko'p ishlaymiz-da. Qabul qilish uchun birinchi ularni borligini надо прочувствовать, his qilish kerak. Ha, bu meni ota-onam-ku, bu meni erim-ku deyish uchun birinchi men borman-ku deyish kerak. Menimcha emas, bu fakt shunaqa. Keyin o'sha karyeraga o'tamiz. Keyin o'sha boshqa narsalarga o'tib ketamiz. Bizda birinchi navbatda ayollar karyeraga chopadi. Men pul ishlashim kerak, men karyera qilishim kerak, ofis ochishim kerak, yana va hokazo pul, sayohat birlandi deyman. Stop degan joyimda qolib ketyapman-da. Siz aytganingiz mana men bizning maqsadimiz bugun podkastda ayollar, sizlar borsizlar, sizlar o'zingizlarda borsizlarni his qildirish. Mana hozir ayollar haqida ko'p gapiryapmiz-ku. Misol uchun, imенно o'sha pikka chiqqan payt, o'zini unutgan holatda, men o'zi kimman degan savolga javob topolmayotgan paytdacha ular o'sha tezgina решение qidiradi. Mana bitta so'z bilan sizdan nima ketdi deydi. Как будто bizni bilimimizni qizg'anayotgandek, как будто nimanidir bizni o'sha bitta og'iz so'zimiz bilan senga faqat pul kerak-ku, pulingni olganda, davay menga решение ber. 1 minutlik, bir og'iz, bittagina texnika aytingda, hayotim butunlay o'zgarib ketsin deydi. Sen nechaga chiqding? 25 yoshdan, 35 yoshdan, 45 yoshdan, 45 yil yig'ilgan seni har bitta programmangni bittagina texnika bilan o'zgartirib bo'lmaydi-ku. O'sha narsani tushuntirish kerak-da. Sen psixologsan, bo'ldi, davay решать qil. Siz sehrgarsiz, siz polvonsiz, sizda bitta sehrli palichka bor, siz bittada o'zgartirib berishingiz kerak u insonni. O'zgartirib bering. Qaniydi agar bizda shunaqa bo'lganda, buni-chi mana bitta bu bilasizmi, mana bunaqaga o'xshataman, baribir kasallikka olib ketaman. Конечно. Yillar davomida kasal bo'ldingiz, yurak tomon bo'ldi, yurak уже прединфарктный состояниеda, oshqozonda sirroz bor, tomoqda tugullar bor, matka oqib tushyapti deymiz biza. Choch to'kildi, yuzga narsa toshib ketdi, oyoqda yara bor, oyoq уже yura olmayapti-da. Doktorga konsultatsiyaga kirib, bo'ldi, menga tabletka ber, men boshqa pulim yo'q. Davola meni. Sen doktorsan-ku deydi. Bu narsani biz bilmayman qanaqa tushuntirib beramiz auditoriyaga. Buning uchun faqatgina noldan bilim olish kerak. Даже bunaqa pretenziyalar bo'ladi. Shalisha bizda yana kurs otasizlarmi deydi. Kursologlar. Voy, xursand bo'linglar deyman deb bizda kurs bor, biz bilimimizni kursga aylantirayotganimizga. Mana men hozir 40 ga chiqib hali ham kurs sotib olaman, hali ham o'qiyman. Bizga Xudo bergan bilimlarni menimcha o'lib ketguncha ham ola olmayman men. Chunki bilim juda ko'p, qiyomatgacha bizda bilimlar bor. Endi sizlar kelasizlar, biz hamma bilimlarni oldik. Bizda ishonchingiz uchun rahmat. Lekin qizlar ishoninglar, bizda sizlar 45 yillik kasalligingizga bir kunda yana diagnostikamda bitta diagnostikada yechim yo'q. Bular xafa bo'lishadi bittada qilib bermaganimizga. Juda hayratlanishadi. Qanaqa qilib siz kuchli ekspertsiz-ku, biz sizga pul to'layapmiz. Yo'q, menga agar shunaqa ekspertni topsanglar, men boraman. Men boraman, o'shani topinglar. Keyin bitta joyda, shu joyda aytib ketdik, Shadisha bir kun endi hozir yaqinda mediaga kirdi. Mediaga kirganimdan keyin men juda ham ko'p aytaman, bitta kasallik, bitta problemaga bittada yechim yo'q deganimda, menga bitta rus psixologi yozdilar, lichkaga direkt yozdilar. Siz xato gapiryapsiz, menda bitta texnika bor. Menga kelasiz, bitta konsultatsiyamga $200 edi konsultatsiyalar, 3 soat siz bilan ishlaymiz. Sizga umuman psixologiya kerak bo'lmaydi. Rovno 1 oydan keyin qayta kelib, yana qayta to'lov qilasiz. To'lov qilganingizdan keyin men sizni prosta tekshirib olaman, qanaqa holat bo'ldi deb. Atak garantiya bor dedilar. Men nima deydi, qiziquvchan ekspertman. Menga hamma narsa qiziq. $200 to'ladim, joyband qildim, bordim. Voy, birinchi bergan savollar menimcha точно kuzatyaptilar, ismlarini aytmayman, chunki постоянно kuzatadi istoriyalarda. Xafa bo'lganman, aytib qo'ying, darsimni ham olganman. Ishonganim, men juda ham ishonuvchanman, darsimni oldim. Keyin borsam, menga o'zimni ustozimmi, menga endi bilmaydi meni ustozim kimda. Ustozim mana shunaqa ayol menga keladi, mendan terapiyalar oladi, onasi ham keladi deb menga aytayapti. Bu konfidensialni, mumkin emas. Biz mana siz ham shu sohadasiz. Biz mijoz bilan kelayotgan ismini, muammosi o'sha joyda ko'tariladi, o'sha joyda qoladi, so'rilib ketadi. Men u muammolarni даже klientlarga uyga ham olib ketmayman. To'g'ri, daftarda qoladi. Klient kelgandan keyin daftarni ochsam keyin eslayman. Всё, o'sha joyda qolib ketadi. Kelib menga aytayaptimi? Bo'ldi, men o'zi o'tda ochilib, qani nima bor ekan, zaprosim bor. O'sha joyda zaprosim yopilgan. Men hali 3 soat o'tmasdan turib, o'zlari dumaloq yostiq o'qiganlar, bo'ldi, qochib ketganlar. Bu это что deyman-da. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, men o'sha paytda hayratlanganman. Mumkin emas ekan.
Bu degani operatsiyani mana operatsiyaga tayyorlagandan keyin birinchi bitta joyga operatsiya qiladi, keyin u yoqqa tayyorlanadi. Operatsiyaga hattoki doktorlar tayyorlaydi. Mana terapiyalarga tayyorlayman-da mijozda. Pul to'lagandan keyin terapiyalarga kelish uchun men terapiyaga tayyorlanish uchun ularga vazifalar beraman. Chunki men как xirurg, men psixoanaliz bilan ishlaganim uchun shunda kelgandan keyin psixoanaliz qilib keta olmayman. Xuddi shu doktor, mana bugun ham men vrachga bordim. Xudo xolisa men qiladigan muolajalarim bor. Menga doktor mana buni dorini ichasiz, mana bu narsani analizni topshirasiz dedi. Tushuninglar qizlar, bizda sehrli tabletka yo'q, sehrli tayoqcha yo'q. Bizda bilim bor, bizda yechim bor. Sizlardan ketadigan narsa 3 ta narsa deyman har doim. Energiyalar ketadi, vaqtinglar ketadi, pulinglar ketadi va jarayonlar bo'ladi, ko'tarishlar bo'ladi. Mana ko'tarilgan jarayonlarni biz faqat o'sha payt yashab bermagan joylarni ko'tarib beramiz. Yashab berish uchun ozgina yashab berish kerak bo'lgan ko'z yoshinglar bo'ladi. Ichinglarda agressiya chiqayotganda yoqimsiz holatlar bo'ladi. Bo'ldi, o'shanga 2 oy deyman. Men o'zimni nimamdan, tajribamdan aytaman. 2 oy yashab beringlar. Bo'ldi, marrasilarniki. Bo'ldi, mazza qilib xotirjam yashayverasiz deyman. Shu joyini iltimos deyman-da, tushunib beringlar. Shuni qanaqa tushuntirib bersak bo'ladi bu ayollarga deydi-yu. Qarang. Biz bo'lishi dorilar bor. Vaqtinchalik o'sha og'riqqa bosadi. Lekin o'sha kasallikni butunlay o'sha kasallikdan xalos bo'lish uchun yillar davomida biz lecheniya olamiz-ku. Mana misol uchun yarani ustini biz mazza chiqib qo'yamiz. U временно og'riq bermaydi. Lekin uni butunlay tozalash uchun mana misol uchun tishingiz og'risa stomatologlar nima qiladi? Dizillatadi, sassig'ini chiqaradi, sasib ketadi. Men o'shanaqa tushunaman-da. O'sha imенно o'sha siz aytayotgan 2 oylik jarayonda og'riqlar, ko'z yoshlar, alamlar, imенно o'sha prarabotka jarayoni sassig'ini chiqaradi. Juda yomon sasiydi. Mana shu sassig'iga chidashmaydimi? Juda yomon og'riydi. O'sha og'riqqa, o'sha sassig'iga chidab bera olmaydi odamlar. O'shandan o'tib olsa, o'sha 2 oy davomida, xudo xohlasa o'sha yara bitadi. Ko'pchilik nima qiladi? Faqat обезболивающий qiladi. Ustini yopib qo'yadi. Sasigan paytida bizga aytishadi pretenziya. Hamma yon dabdala qilib tashadi. Hamma yoni ko'tarib o'zi yaxshi edi, battar bo'ldi. Mana shu battarga chidab beringlar. Hammaga joy bor-da. Hamma yon battar bo'ldi. Hamma yon ko'tarsin. Bundoq qarab turib, zo'r bo'pti deyman-da. Mana shunaqa deyman. Zo'r-ku, demak ishlayapti bu narsa degani-da. Mana shu Ferzalimov ustozim, o'sha birinchi ustozlarimdan bittasi-da, mana shu sohadagi. Ustozga borib aytaman, o'sha praktika ishlayman-da. Ustoz, nima bilan bosh og'riydi terapiyadan keyin? Nima bilan ichib ketib qoladi? Men xijolatman, men endi kirgan paytim 4-5 yillik gap aytaman. Voy, zo'r ishlayapsan. Ustoz kulyaptilarmi ustimdan dedi. Mana hozir shunaqa deyman-da. Kecha ham bitta terapiyada bitta ayol bilan o'tirib, terapiyani o'zida ko'nglari aynib ketyapti-da. Bugun qizlarga aytaman, ana qilib turinglar, xabar olib turinglar qizlarga, chunki yoshlar 55 da. 55 yoshli ayol psixologiya xabarlari yo'q ekan, muammo bilan kelganlar. Nimadir qilib bering, qizim, yuragim ushab qoldi, boshimda tosh turibdi debdi. Mana shu qalbdagi tosh olish jarayonida har doim ko'ngil aynishi bo'ladi. Bu norma. Keyin ulardan biz o'tirib xabar olib turamiz, vaziyatni tushuntirib turamiz. Endi tasavvur qilinglar, 55 yillik og'riqqa ular yopib kelganlar. Chidab, yopib. Uni ko'targandan keyin ko'ngil ayniydi-da, endi xursand bo'linglar. Bu anunga o'xshaydi. Remont xohlaymiz, mana remont qilgansiz. Remont xohlagandan keyin buzib tashlaymiz, ustida ishlayotgan jarayon yoqimsiz holat bo'ladi. Voy, hamma yon changitib tashlading, hamma yon dabdala qilib tashlading, musor qilib tashlading, musorni olib chiqdi. Mana biz ham sizlarni ichinglardek musor chiqaramiz. Eng qizig'i bor, o'zimiznikini emas. Ayollar, lekin oxirida o'sha 2 oy o'tadi, 3 oy o'tgandan keyin voy deb rezultatlar bilan kelishadi. Bularga nima yaxshi, qurtlab tushgan tishga borishadi. Bir pasda vala oppoq qo'yishi. Mana mabodo implantingiz yo'q? Yo'q. Menda implant bor deb men bilaman nimaligini bor. Implantgacha o'zimiz olib boramiz. Vaqtida doktorga bormaymiz. Doktorga borsak, kechirasiz, endi tishingizni oling deymiz. Eng qo'rqadigan doktorim bu tish doktori. Juda yomon ko'raman. Oxir Azzaka ismlarni. Azzakani yomon ko'rmayman. Stomatologiya ishlarini yomon ko'raman deyman. Xuddi shunaqa menimcha shu ekspertlarni bizani yomon ko'rishadi. Bular biz yomonmiz. Shadisha bir narsa esimga tushib qoldi hozir. Bilmayman shu paytgacha nimaga eslamaganman. Men sizni 3 yil oldimmi? Bilmayman.
istig'for etish 40 minutda istig'for etish kursingizda o'qiganim esimga Yo'q, tushib qoldi. Seriy studiyada o'tirgansizda, o'sha payt kichkina studiyada o'tirib istig'for etishlarni o'rgatganingiz esimga tushib qoldi. Как раз remontdan oldin. Remontim to'xtagan paytda ustara tusha olmayapti. Nimadir qilishim kerak. Biz ayollar yechim qidiramiz-ku, insonlar. O'sha payt shunday kursga chiqqanman. Shunda niyat qilasizlar. Nimaga eshitganman bilmayman. Sotib olganmanmi yo ochiq efir bo'lganmi esimda yo'q. O'shanda 40 niyat qilinglar, 40 minut istig'for etinglar deganda bir haftada ishlab ketgan. 7 paytida ishlab ketgan. Bu narsani men o'zim qizligim aytaman-da. Yana уверенный bo'lib aytaman. 7 nimasidan keyin sizlarda уже protsess boshlanadi deydi. U protsess sizdan o'rganganman. Esimga tushib Так приятно. Bizani ustozlarimiz. Bizda yoshingiz bab opamsiz, katta bo'lsangiz ham bu narsani tan olib aytganingizga ham очень приятно. Rahmat kattakon, rahmat. Juda manfaatli bo'lgan bori, juda ham mana biza mana psixologiyada o'zi baribir din. Men oxirgi olganman. Psixologiya teng Qur'on ilmi, Qur'on tasnifi deyman. Bizga afsuski o'sha paytda ustozlarimiz psixologiya bilan dinni aralashtirmanglar, boshqa narsa degan. Men hozir bu narsaga qo'shilmayman. Ikkalasi bitta narsaga qo'shilganman. Istig'forni o'zim ham aytaman. Har safar aytganimda sizni eslayman, nima uchun eslamadim deyman hozir bor. Nima eslab qoldim. Hozir zo'r tema aytdingiz. Hozir psixologiya yoki psixolog desa odamlarda qanaqadir ham negativ bor-da. Lekin hozir mana shu ma'lumotni prям hamma eshitib yodlab olishini xohlardim. Shayximiz Hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Iymon kitoblarining 44-betida imенно psixologiya haqida yozilgan. Psixologiya bilan din bir-birini inkor qilmaydi. Naborot to'ldiradi. Psixologiyani asnovasi agar to'g'ri, har xil yo'nalishlari bor, to'g'ri yo'nalishda ishlatadigan bo'lsak, asnovasi baribir bizani go'zal dinimizga borib taqaladi. Mana bu narsani siz ham o'rganyapsiz, biz ham o'rganyapmiz, korreksiya qilyapmiz. Psixologiyani 140 dan ortiq turlari bor, yo'nalishlari bor. Bizani dinimizdan chiqarib yuboradigan yo'nalishlari ham bor. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak ilm olayotganda. Aynan bizni hozir o'rganayotgan, mana Fatima opa, men o'rganayotgan aynan islom psixologiyasida ham psixologiyani inkor qilmaydi. Bir-birini to'ldiradi. O'sha yo'nalishda ishlaydigan mutaxassislar bilan misol uchun mijozlar ishlasa, menimcha go'zal yechim topadi deb o'ylayman. Istig'for temasini o'sha paytda buni aytib o'tishim kerak. O'sha juda ham ommalashib ketgan o'sha paytda men jinoiy ma'muriy javobgarlikka tortilganman, chunki diniy ma'lumot chiqarish, tarqatish mumkin emas. Men uni bilmaganman. Buni men o'zim hayotda qo'llaganman. U sotilmagan. Uni shunchaki prямой efirda men aytganman. Hamma qilgan. Hamma ko'pchilik aytadi, istig'for malikasi, istig'for sizdan o'rganganmi deydi-da. U narsani men именно o'sha hayotim alg'u-dalg'u bo'layotgan paytlarida uy tozalab yurgan paytimda, makiyaj qilayotganimda prosta YouTubedan eshitib qolganman-da. Mendan nima ketdi? Menga yechim kerak. Hamma narsa qilib ko'rganman. Bu yoqdan kasalman, meditsinskiy tomondan lecheniya olyapman. Bu yerdan psixologiyani o'rganyapman, bu yerdan dinni ham olyapman-da. Har tomondan bilasizmi, o'sha botqoqlikka botib ketgan paytingizda-chi hamma joydan yechim qidirasiz. Uni ham qilib ko'ring, buni ham qilib ko'ring, uni ham qilib ko'ring deb o'tirgan paytimda shunday chiqib qolganda, mendan nima ketdi? Qulog'imga naushnik tiqib olardim, faqat audio kitob eshitardim, ma'ruza eshitardim, psixologiyani qilardim-da. O'zingni qidirma, nima edi? O'zingni yarat deydi-ku, сделай себе сама deydi-ku, rus tilida, o'zbek tilida sal qo'polroq eshitiladi. O'sha я сделала сама себя. Shunaqa. Вот, o'tdan ilm olib, mamnaqa gapim borda. Allohim kerakli insonlarni kerakli payt, kerakli informatsiyalar bilan nima edi, mukofotlaydi. O'sha payt belgilarga ahamiyat berish kerak. O'sha paytda men efir qilganman. Sotilmagan bu kurs. Sotilmagan ham. Yo'q, juda ko'p ayollar mana xuddi siz kabi yechim topishgan. Yaqinda mayli, ozgina g'iybatdayin bo'lishi mumkin. Uzr, meni kechiringlar. Bitta psixolog chiqdilar, ham kasbimiz. Hech qanaqa решение yo'q istig'forda deb aytdilar, ko'rdingizmi? Men bunga fikr bildirgim keldi, keyin mayli, hamkasblarimni muhokama qilmay dedim-da. Indamadim, lekin kontent qilgim keldi. Lekin hozir shu joyda gapirgim kelyapti. Men именно istig'for etib yechim topganman. Siz ham topgan ekansiz. Bizdan tashqari 10 mingdan ko'p ayollar yechim topgan. Aynan istig'for sabab. Istig'for bu aynan shu istig'for etsang, senda bunaqa bo'ladi, o'zgarish bo'ladi degan narsa emas, o'tda his qilib, anglab, yo Robbim, men tushunmayapman, aybim, gunohlarim, xatolarimni tan olaman, meni kechir.
avvalo. Va eslolmaganlarim eslat yo Robbim deb prosta tavba qilish kerak. Da, u yerda qanaqadir sonlarda nimadir ilohiyat bo'lmasligi mumkin, lekin bizni Robbimizga yuzlanamiz va Robbimda albatta yechim bo'ladi. Shu yerda to'ldirib ketay bitta nima bilan, nima uchun bular ishonmasligini. Istig'for etish haqida bitta siz emas, o'zi umuman domlalar gapiradi. Bu narsani domlalar gapirib charchamaydi, tinmaydi. Lekin sizda qanaqadir yetkazib berish uslubi boshqacha bo'lgan. Endi ayol kishi auditoriyasi bo'lgancha aytaman, men sizni umuman kuzatmayman hozirgacha. Chunki bugun aytdim, mana kuzatishim kerak ekan, siz haqingizda ma'lumotga ega emasman, o'zi umuman vaqtim yo'qligi tufayli-da. O'sha paytda oldimdan chiqib qolgansiz. O'sha paytda menda muammo bor, Xudodan so'raganman, yechimni siz orqali bergan. Istig'for etayotganda niyatga bog'liq. Bizani har bitta og'zimizdan chiqayotgan yaxshimi, yomonmi, to'g'rimi, noto'g'rimi so'zlarimiz, fikrlarimiz aslida niyat. Aslida programma, aslida bizi uchun miyaga programma tasdiq bu. Убеждение deymiz, o'sha niyatingizni to'g'rilang, bu yoqda sizga istig'for tezlashtirib berar ekan prosessni. Men niyat qilganman, remontimni to'g'rilab olish. Endi siz aytgandek, qaysidir ekspert chiqib aytayaptimi? Demak, muammo unda. Muammo bizda emas. U o'zini niyatiga yarashasini oldi. Ishonmayaptimi? Qizli problema unda. Ishonmayapsizmi? Problema sizda, problema bizda emas. Butun hayotingizni mana bugun podkastga men ertalab niyat qilib chiqib ketganman. Har kuni ertalab turaman, niyat qilaman. Podkast boshlashdan oldin niyat qilganman. Niyatimizga yarasha bu podkast bo'ladi. Niyatingizga yarasha hayotingizni yashayapsiz qizlar. Niyatinglarni to'g'rilaylar. Oddiy misol. Bugun mavzu ayollikka fitratini tan olish. Niyatinglarni to'g'rilaylar. Allohim, men ayolligimni shu paytgacha mana shu podkastni eshitib, his qilmagan ekanman demak o'ylab ko'rishim kerak ekan. Ayolligimni his qilishga Allohim menga yo'l ber, yo'l ko'rsat, och, ma'lumotlar ber, ilm ber. Bu ham niyat. Niyatimizni to'g'rilasak, bo'ldi, yo'l ochiladi. Sizlarda yo'l ochilmayaptimi? Bitta niyatingizga qarab ko'ringlar. Hattoki mana shu podkast tugagandan keyin boshqatdan niyat qilib eshitinglar, umuman boshqa ma'lumot olishadi. Har safar har eng qizig'i yechimi ham shu yerda turibdi-da, nima qilish kerakligini. Yana nima kerak bularga deyman-da. Innamal amalu binniyat. Amallar niyatlarga bog'liq. Nima edi? Hamma narsa to'g'ri aytasiz, niyatdan boshlanadi. Niyatingiz qanchalik go'zal, sof bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomon harakatlanasizda. Ichingizda gumon, xafagarchilik, nafrat, ichi qoralik bo'ladigan bo'lsa, o'sha 40 ming marta emas, 80 million marta aytsangiz ham o'sha istig'for bo'larmikan, bo'lmasmikan, o'xsharmikan, sizdan nima ketdi deyman-da. Mikin-mikinlab hayotingiz o'tib ketaveradi. Bizani miyaga konkretniy yo'l kerak. Mikin deganda mana men o'zi programmistman-da, algoritm yaxshi bilaman. Miyani ishlash funksiyasi ha yoki yo'qda iborat. Programmirowание shunaqa. Yo'q hani oladi, yo'q qoladi. Mikin deganingizda bo'ldi, yo'qqa o'tib ketadi sistema. Shu ishlamayapti. Nimaga ishlamayapti? Chunki mikininglar bor. Ishlaydi deylar. Men bilmayman, lekin qanaqa qilib ishlaydi, lekin ishlaydi desanglar, bo'ldi, miya qabul qildi. Bu bitta texnika-da sizlarga tayyor. Men bilmayman qanaqa ishlaydi, lekin ishlaydi. Всё. Niyati to'g'rilaysizlar, amin deb boshlaysizlar 40 minut istig'for. Bitta kino ko'rganida, "Я не знаю, но знаю" deydi. Shunaqa bizani miyaga farqi yo'q, qo'shadish to'g'rimi? Biz xohladik, bugun o'tiribmiz. Siz ham balki qachondir niyat qilgandirsiz, balki bir podkast qilsammikin deb. Niyat qilmovmidingiz? Bir chiqsammikin deb. Yo'q, men o'zi niyat ketmaganmi? podkastlar qilaman, lekin imенно mana shu holatda men hozir o'zimcha ta'til olgandim-da, lekin aynan shu holat, shu vaziyatda men anaqamda rejalarimda yo'q edi. Rejalarimda yo'q, Allohimning rejalaridan xabarim yo'q deydi. Rejalardan xabarimiz yo'q. Chunki biz ham mana podkastga mehmonlar taklif qilayotganda, bizda ro'yxatlar bo'ladi-da. Mana bular hal qiladilar. Demak, bugun Alloh rejalari. Biz mana o'zimiz ham reja qilamiz. Bugun qaqra shuni aytib ketdik. Reja qilamiz. Demak, bo'lmagan joyda, demak, Alloh rejalari bizga ustun. Har doim aytaman. Demak, bundan xayrlisi keladi. Bundan zo'ri keladi. Bundan zo'r natija keladi. Mana shu xayrli so'zini juda zo'r aytdingiz. Mana nima bo'lishidan qat'iy nazar, ayollarga ad-dushi maslahatim, xayrlisini so'rash. Misol uchun, ha, voy, turmush o'rtog'im u ekan yoki bu o'qishga bekorga kiraman, men bu ishni bekorga boshlanman deb afsuslanib o'tib ketishadi, hayotini ketkazadi-da. Dalshi nima edi, kunini mana shu o'tmish bilan o'tkazib ketishadi-da. Ne, mayli, xayrlisi shu ekan degani menimcha eng to'g'ri yechim bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu xayrlisi shu ekanni
biza tushuntirib bera olishimiz kerak ekanda. Men endi shu narsaga o'zim keldim. Mana o'zi yaqinda kelgan. O'zi yaqinda, men yaqinda keldim. Mana hayron qolishadi. Shuncha problemalar bo'ladi o'zimizda. Ayol kishimiz uyda, oilada, ishda rosa ko'p problema bo'ladi. Agar meni o'zingiz ham bilasiz, mana ishingizda shuncha problemam agar nima qilsa, oldingi Fotima bo'lganda ham yondirib yuborardi, yoki ham yig'ishtirib yuborardi. Yoki mana ayollar nima uchun ajrashib ketyapti? Chunki xayrini ko'rmaydi. Chunki o'sha joyda tepadan rakursni ko'rishmaydi. Ajrimni qulay deb o'ylashadi. Balki sizda ham o'sha payt shunaqa bo'lgandir. Ajrim variant deb o'ylashadi. Mana tish doktoriga borganda ham tish doktor har doim ham olib tashlamaydi-ku tishini. Davayki davolab ko'ramiz. Agar o'xshamasa keyin olib tashlaymiz. Ajrim holatida turgan ayollarga-da mana tavsiyam, oilani tiklashga harakat qilib ko'ringlar. Bilim, ilm olib, biza mana shu, mana bularning ham vazifalari shu, missiyalar, meni ham vazifam shu. Keyin ajrashish kerak bo'lsa, уже ajrashish kerakdir. Shu ajrashgandan keyin afsuslanmaslik uchun. Chunki ayol ajrash bo'lgandan keyin kelishadi-da, ozgina o'zini ustida ishlagandan keyin, og'riqlarini, xatolarini tushungandan keyin o'tirib keyin afsuslanishadi. Undan ko'ra hozir kimdir ajrimi yoqasida bo'ladigan bo'lsa, mana endi ajrashmoqchi bo'lsa, mana endi sudga bormoqchi edi, endi ariza bermoqchi bo'lgan bo'lsanglar, tezda holatinglarni to'g'rilaylar. Yarani, unda oyoq, mana yara chiqdi oyoqda, olib tashlamoqchi bo'ladi, og'rib ketyapti. Eng oson yo'li olib tashlash, chunki og'rig'iga chidab bo'lmaydi. U yarani davolasa bo'ladi, keyin yana mazza qilib yursa bo'ladi. To'g'rimi? Keling, sizga bitta savol beraman. Ayolning ichidagi men yetarli emasman degan hissiyot qayerdan paydo bo'ladi? Bolaligidan shakllanadi. Aynan недостаточно хороша degan programma, misol uchun solishtiruvlar. Ayniqsa o'sha ayolni, qizlarni ko'pincha sindiradigan narsa birinchi o'chirda solishtiruv. Menda nima bor? Case bor. Juda ko'p menimcha, meni o'zimda ham bu narsa bo'lgan. Yaqinda prarabotka qilganman, 1-2 yil bo'ldi, prarabotka qilganman. Qizlar, mana qiz farzand deydi, umuman farzand tug'ilgandan keyin, qiz farzand haqida gaplashayotgan bo'lsak, ukasi tug'ilgandan keyin onani xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir bilimi bo'lmasa, neosozanda kichkinasi bilan ovora bo'lib ketar ekan, chunki kichkinasi shirin, kichkinasi bilan vazniya ko'proq, unga e'tibor ko'proq kerak. Bu fizik, bu norma holat. Bu yoqda kattasi qolib ketadi. Endi men egzema, men Fotima Husanman. Meni nazarimda, meni xayolimda oyimlar ko'proq Husanni yaxshi ko'radilar. Bu narsa bilan men mana 40 yoshga to'lganimda 38 yil qiynalganman. Kurashganman. Ukam ishlarsa qilmaydi, u Milashka. Husanim uyga boraman deb, ana sizni sevimli o'g'lingiz keldi. Men buni qachon tushunib qolganman. Husaningiz keldi, oling Husaningizni, uni bag'ringizga bosing. Husan uyga ketadim, Tohir keladi. Ana lubimchik Tohiringiz keldi. Keyin singlim keladi, Zahra, ana lubimchikingiz keladi. Keyin bir kun oilaviy o'tirsak, Husanim aytibdi ayamga, ana lubimchik qizingiz keldi. Tushunasizmi? Akasi unda ham shu problema bor ekan. Keyin Tohir gapini bir kun eshitib qoldim. Ana lubimchiklaringiz keldi, Fotima Husanlaringiz. Tushunasizmi? Keyin Zahra bir kun aytadi. Ana opam keldilar, siz opamni ko'proq yaxshi ko'rasiz. Akasi 4 talamizdagi muammo ekan. O'shandan keyin oldimda shunday qo'yib yubordim. U hammasi bir xil ekan deganman. Baribir ota-ona biza o'ylayapmiz, mana недостаточно beramiz, yetarli emas hissini. U hissiyot sizda bor ekan. Ona bolani ajratmas ekan. Mana 3 ta farzandingiz. Menimcha buni tishlasangiz ham, bu oriydi, buni tishlasangiz ham, bu onalar ajratmaydi. Bola tushunmas ekan. Eng qizig'i shuni biz prarabotka qilamiz, o'tirib tushuntirishga harakat qilamiz. Men bu narsani prarabotkadan tashqari hayotda, oilada shunday ko'rdimda, отпускать qilardi. Mana sizda farzandingiz bor. Siz o'zingizni hozirgi kunda yetarli emasman deb his qilyapsiz. Bu his-tuyg'u sizda bor. Bu to'g'ri, onalarning bilimi yo'q, ilmi yo'q, qora qozon qaynatish bilan ovora, bizani boqish bilan ovora. Bular holatlarda Xitoyga yurish bilan ovoralar, meni holatimda, menda ham emotsional nedostatik bo'lgan, hissiyot yetishmagan. Oyimlar faqat oshxonada bo'lgan. Men garantiya beraman, hozir borsam ham oshxonada. Farqli men bu bilan уже sporlashmayman, 100% bilan. Men har doim menga vнимание yetishmaydi, faqat shu ovqatlarni qilaveradilar. Bolaga ovqat ham kerak emas ekan, bolaga Xitoyga borish ham kerak emas ekan. Ozgina quchoqlashish kerak ekan. Seni yaxshi ko'raman, sen menga keraksan, yetishmagan. Bu bilim bizning onamizda bo'lmagan-ku. Biz faqat ularni tasavvurda shu narsani beramiz va o'rgatamiz. Bundan ishonib biz ham qiynalib ketamiz. Mana shu недостаточность degan his-tuyg'uni hozir aytaman, уже oxirgi payt ko'p aytayapman, o'zingizga beringlar. Emotsional bo'shliqqa inson o'zinikini o'zi to'ldirar ekan. Bizda ayollarda qiladigan xatosi eriga yopish, emotsional bo'shliqni to'ldirish, ota-onasiga yopish.
o'zinglar to'ldiringlar, qizlar, iltimos. Ana, yo'q, nima qilmayaptimi, to'ldira olmayapsizlarmi? Farzandinglar bilan to'ldiringlar. Yaxshi ko'rgan ish topinglar, hobbi topinglar deyman. Mana shu o'zini yo'qotgan, o'zini topolmayotgan, ayolligini tan ololmayotgan, недостаточно хороша deb yashayotgan ayollarga mana sразу texnika berib ketsak bo'ladi-da. Berib ketib, Misol bormi uchun, sizda? da, men har doim mana shu kurslarimda ham, konsultatsiyada ham aytaman, o'zini o'zi solishtiraverib, va ani o'rtog'imda mana bunaqa bo'ldi, bu qarindoshimda bunaqa bo'ldi, ani qo'shnimda mana bunaqa bo'ldi deydi-da. Boshqalarning yutug'ini ko'rib, o'zini qadrsizlantiradi. Lekin misol uchun menga havas qilayotgan, sizga havas qilayotgan ayollar bizani o'sha uddaburonligimiz, chiroyli kiyinishimiz, chiroyli gapirishimiz, o'qimishliligimizga havas qilishadi, lekin bizning ham minuslarimiz bor. Misol uchun, mana shu ekran ortida ko'rayotgan ayollarimiz o'sha o'zini yo'qotgan bo'lsa, misol uchun siz somsani zo'r qilishingiz mumkin. Misol uchun qaysidir ovqatni bizdan zo'r qilishingiz mumkin, dazmolni zo'r qilishingiz mumkin, pishirishingiz mumkin. Misol uchun men qilmayman deb bu ishlarni. Tan olaman, meni qo'limdan kelmaydi. Pishirish, somsa qilish, osh zo'r damlash. Misol uchun bizni agar yo'q, men hozir o'sha uy bekasiga o'xshab somsani zo'r qila olmayman deb fokusimni o'shanga qaratsam, bu yoqdagi ishim qolib ketadi. O'shada Samatsan kesib tushib ketsa tushib ketadi, real tushib ketadi. Bizani kichkinaligimizdan shunaqa katta qilishga, ana tog'ayni qizini qaragin, sendan ko'ra yaxshiroq pishiryapti. Hatto men bu yoqda pianino chalganman. 8 soat zanimatsiya qilishim kerak bo'lgan. Solishtiruvlar bo'lgan meni hayotimda ham. Bu norma, qizlar. Это нормально. Наоборот, solishtiruvlar sizni pastga tushirish emas, o'stirish kerak. Siz kim o'zlariga birov bilan o'ynamang, o'zingiz bilan o'ynang. Mana 1 yil oldin qanaqa edim, 1 oy oldin qanaqa edim. Misol uchun men 1 yil oldin o'zimga hayotimga qaytgim kelmaydi. Chunki 1 yil oldin men hozirgi holatimda emasdim. 10 yil oldingi tim bo'li qaytgim kelmaydi. Hozir juda yaxshiman, juda zo'r holatdaman, juda ham zo'r zamonda yashayapmiz. Hamma narsa bor, hamma narsa oson. Mazza qilib yashanglar. Yashab bersanglar bo'ldi desa. Shukur hissida yashash kerak. Eng asosiysi boriga qanoat qilib, shukur hissida yashasa, buni haqiqatdan his qilsa, prosta tilda shukur emas, осознанно shukur qilinsa, Alloh ham ziyoda qilib beraveradi ne'matlarimizni. Mana men bitta zo'r narsa ko'tardi, shukur hissi. Insonlar o'zi umuman hammaga aytiladi, bu bitta ayollar emas, erkaklar umuman kim eshitayotgan bo'lsa, ko'p narsa xohlashadi. Misol uchun yaxshi hayot, yaxshi sevgi, yaxshi ish, yaxshi er, hamma narsa xohlashadi-da, boriga mana shu joydagiga shukur qilmaydi, bu yerda inkor qilgan holatda buni xohlaydi. Bunga erishish uchun boriga shukur qilish kerak. Buni men sifralarda ko'rsatib, tushuntirib berib, sifrada osonroq. Misol uchun konsultatsiya kelishadi, $5000 xohlashadi. $5000 xohlashni hozir nech pul topasam? $2000. Lekin $2000 ga shukur his qilmaydi. Endi Xudo qanaqa deydi? $2000 shukur hissini qildirib qo'yar ekan, uni olib qo'yib. Uni olib qo'ygandan keyin $2000 ga shukur qadri bo'ladi. O'shanda qadri bo'ladi. Men shu narsani asosat qilib qo'yganimdan keyin, o'zim klientlarga tushuntirganimdan keyin, voy deganman. Boriga shukur qilinglar. 100,000 pulga, bizdan mayda pulgacha ko'pchilik ko'p pul topganda unutib qo'yishadi, ayollarda qolib ketadi. O'shanga shukur qilasiz, keyin o'sasiz. $2000 ga shukur qilasiz, keyin chiqar ekan. Hozir sizda misol uchun bor 2,5-3 million topadiganlar bor, ko'rayotganlar. Qanaqa shukur qilaman? Katta pullar gapirasizlar. Qo'lingizda 100,000 bor, o'shanga shukur qiling. Chunki unga shukur qilmasangiz, uni Xudo olib qo'yadi. Nima uchun? O'sha 100,000 ga shukur qilishni olib qo'yar ekan. Mana shu men uchun mana yaqinda shu narsa kelib qoldi, 3-4 oy bo'ldi, menga bomba открытие miyamda bo'ldi. O'shandagina uyimda turgan, o'zim ishlayotgan pullarga, o'sha paytdagi pulga shukur qildim. Ana o'sha yerda baraka bor ekan, qizlar. Hayotda ham xuddi shunaqa, sog'liqda ham shunaqa. Sog'liqdan nolishyaptimi? Battar bo'lishi mumkin. Misol uchun, qatidir misol uchun ko'kragida problema. Endi baribir kasallikka olib ketib qolaman. Matkasda problema. Boriga shukur qilib tur. Boriga shukur qilganda tana chekinar ekan-da. Shukur qilyapti boriga deb. Chunki battar bo'lishi mumkin. Chunki battarlar yotibdi, onkologiyada yotibdi, boshqa insultlar yotibdi, sahrlar yotibdi. Siz nolayotgan narsangizga bitta e'tibor bering. Shukur qiling, rahmat deng yurganingizga, ikkita oyoqda yurib turibsiz, o'tirganingizga, qarab turganingizga. Chunki meni qo'shnim 15 yil yotdi. Mana yaqinda olamdan o'tdilar, 90 yoshda ko'tarishibdi. 15 yil yotdilar, ko'zlari ko'r bo'lgan. Olib chiqishardi, prosta o'tirardilar, nafas olardilar. O'sha paytda o'sha yoshlar doda derdik-da, dodadan eshitardik. Nafas olyapman, o'tiryapman. O'sha payt hayron bo'lardim, endi e'tiborsiz bo'lamiz, yosh bo'lganmiz-da baribir-da. Mana endi shu narsani his qilyapman. Shukur qilganlariga deyman, balkim 90 ga kirdilar. Nafas olayotganlarga, yurganlariga. Chunki bu ham katta ne'mat. Odamlar komada 10 yillab yotadi. To'g'risi ham-da, 7 yil, 10 yil men eshitganman. Umuman nafas olib turib, ko'zi ochiq, hammayani ko'rib turib, qimillamay yotganlar bor. O'shansiga shukur ham qilish kerak-da, balkim.
To'g'ri. Xo'p, yana bitta zo'r savolim bor, shu savolim qolib ketmasin. Agar bugun har bir ayol oynaga qarab faqat bitta gapni ayta olsa, u qanday so'z bo'lishi kerak? Alhamdulillah. Ayolligingiz uchun. Ha? Alhamdulillah, ayolligim uchun. Ayol bo'lish mazza ekanda, Mazza ekan. Mazza ekan ayol bo'lish. Men shu narsani mayli, anaqa nolimayman, oldinroq bilsam bo'lardi deb. O'sha oldinroq bilganimda men balkim hozirgidek shukr hissida yashamasdim. Hozirgidek mazza qilib alhamdulillah demasdim. Demak, o'sha bosqichlardan o'tishimiz kerak ekanki, hozir shu narsani hislanib, mazza qilib aytishimiz uchun. Da. Hech yoshligingizda, endi 60 da, kichkinaligingizda aytganmisiz, qaniydi o'g'il bola bo'lganimda? Ha, ma oxirgi mana shu 3 yilgacha shunaqa derdim. Bizda oilada 5 ta farzand bizda. Ikkita akam bor, men, singlim ukam bor. Mani buvim o'g'ildan ko'ra anaqa buvimda 7 ta bo'ladi. Anaqa 4 o'g'il, 3 ta qiz. Hammasini qiz tug'sam bo'lar ekan derdilar-da. Keyin men oyimga ham o'sha akalarim ishi yurishmay qolsa yoki nimadir deb endi baribir oilada har xil holatlar bo'ladi. O'sha paytda agar men o'g'il bola bo'lganimda oyimga bunaqa qilib berardim, uylar qurib berardim, mashina olib berardim. Nimaga o'g'il bola bo'lib tug'ilmaganman deganman-da, ishoning. Menda soqollar o'sib ketgan. Chunki miyaga o'g'il berilganda erkak. Voy, o'g'il bo'lganimda derdim-da, og'zimdan boda kirib shoda chiqardim. Men любой erkakni sindirib, gap bilan o'zim undan zo'r qilib berib, sindirib mazza qiladigan qiz bo'lganman, ishoning. Kichkinaligimda sportga ham qatnashganman, Turon kurashiga qatnashganman. O'shancha yelkam katta. Hozir jismini desachi deyman-da, ekran orqasida to'g'risi. Shunaqangi erkakligi bo'lgan, bilmayman, nafratmi bu, xafagarchilikmi, ishonchsizlikmi, shu darajada erkaklar bilan olishganman, mujik bo'lib ketganman. Bu narsa meni sindirgan, qizlar charchatgan, to'g'risi. Charchaganman. Men u 45 yoshgacha chiqmaganman. 25, o'sha 30 yoshimda bu narsani tushunganman. O'sha keyinchalik o'sha soqolim ketdi, testosteronim ochdi, jastinish ochdi. Hozir mazza qilyapman ayolligim bilan, to'g'risi. Ayol kishi bo'lib mazza ekan. Menda ham bo'lgan. Men 6 yil befarzandlik bilan sanalganman, 6 yilda tuqqanman. O'sha paytda lecheniyalar juda qiyin. Bizdan har kuni lecheniya, ayol kishi men tug'ishim kerak debdi. Esimda bor, ishonasizmi, esimda bor, men unaqa deganman. Qiynalib ketdim. Ayol kishi bo'lish qiyin ekan deganman. O'g'il bola bo'lganda tug'masin. Chunki erkak kishi emas, ertalab ketadilar, kechqurun keladilar. Men ertalabdan kechgacha ginekologda o'tirganman-ku. Juda qiynalib ketganman. Tug'ish mas'uliyati ayol kishida bo'lgani uchun bizda o'zbek mentalitetida bunaqa bor, erkak teggandan keyin tug'ish kerak. Hamma ishi bormi? Yengillik bormi? Qarindosh urug'lar, qaynonam rahmatli, молодец bo'lganlar, har doim menga turib berganlar-da. Qarindosh urug'lar telefon qilib so'raydi. "Qanday yengillik bormi? Yengillik bormi?" Bu yerda chegara deydi-yu. Kim agar shu narsadan qiynalayotgan bo'lsa, shu yerda aytib ketkim kelyapti. Kimdir kelinida shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, iltimos qaynonalar turib beringlar kelininglar uchun, onalar qizinglar uchun turib beringlar. Bo'ladi. Men aytaman, matka bormi? Ha, bor deyshadi. Chunki befarzandlik bo'yicha juda ham ko'p kelishadi terapiyaga. Matka bormi? Yechnik bormi? Nafas olib turibsanmi? Ering bormi? Eringda hamma narsa sog'lommi? Doktor sog'lom deyaptimi? Bo'ldi, tug'ar ekan. U bizani mentaliteti dafqasi bizani qiynab yuborgan. Keyin oxiri bo'ldi, men taslim bo'ldim, tug'masam tug'mayman. Bo'ldi, shunda o'tib ketamiz deganman. Chunki bola olishga ham harakat qilganda o'xshamagan, yo'l bermagan Xudo. O'shandan keyin berayman deb bo'lgan. Ana o'sha lahzada berayman deb bo'lganman. Taslim bo'lganimdan keyin, bo'ldi, всё deganimdan keyin bu narsa haqida ko'p gapirganman-da. Ana o'sha joyda men erkaklashishni boshlagan ekanman. O'zim hozir yana analiz qilyapman. Kvartiralarga yugurganman. Kim remont qiladi? Hozir menga kafelar narxini aytinglar, qayerda kafel sotganini ham bilib beraman. O'sha paytda o'qitimdan aytaman-da, bozor eng zo'r abo'y qayerdaligini aytib beraman, narxigacha aytib beraman. Sement, instrumentlar, ustalar bilan gaplashardim. Bizni ayollar duxini ko'rasizlarmi, erkaklar? Hozir zo'r temani ochdingiz, farzandsizlik. Menda ham bo'lgan farzandsizlikdan qiynalish. Endi sizchalik 6 yil emas-u, 2 yilcha shunaqa holatda bo'lganman. Menda 5 ta beramenность bo'lgan, 3 ta tug'ganman. Shu darajada mujiklashib 5 tami? Umumiy 5 ta homilador, 5 marta homilador bo'lganman. Ikkitasi yashamagan, 8-9 haftalikda o'lib qolgan. Bilasizmi, buni psixologik tomondan sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, shu darajada mujiklashib ketganmanki, matka ham bolani qabul qilmaganda. Matka ham qabul qilmagan, tashlab yuborgan matka. Keyin mana shu nimaga farzandlarim orasi uzoq katta 9 yil.
keyin o'sha psixologiya orqali go'zal dinimizni o'rganish orqali keyin farzandimni dunyoga keltirdim. Bitta keysim bor. Bitta emas, o'zi ko'p bunaqa keyslar. Eng katta surokka aytaman, 16 yilda farzandli bo'lishgan bitta o'quvchim istig'for etdi. Baribir niyatga bog'liqda, qarang. Istig'for etishdan oldin baribir ham ana texnikalar bor, ana prarabotka очищениялар bor. qilinadi, O'zini o'sha убеждениялari bilan ishlaganmiz, har xil noto'g'ri ustanovkalari bilan, qo'rquvlari bilan ishlaganmiz, ishonch berganmiz. Keyin istig'for ham sabab 16 yildan keyin farzandli ajrashib ketishmagan xotinning muhabbati shu darajada chiroyli edi. Bo'lmasam nima, ozgina payt farzandi bo'lmasa ajrashib ket, boshqa baxt, boshqa ayoldan tug'arsan deydigan qaynonalar bor. Bizda ham ajrim holat edi, befarzandlikdan, balki farzandsiz bo'larman. Lekin o'sha xotin chidagan, 16 yil kutishgan, ketma-ket keyin tug'ib tashlashgan, ishoning. Vashshe haligacha eslasam. Bunaqa keyslar ko'pmanda. Menga befarzandlikda kelganda bunaqa bo'lgan, yaqinda bitta keys bo'ldi. Befarzandlik bilan 8 yil. Prarabotka natijasida tushunib yetdiki, bu ayol va tan oldi, menga vobshe farzand kerak emas. Shunaqa programmalar ham bor o'zi. Men o'zi programma, umuman farzand kerak emas ekan dedi. Bizda aql farzand so'raveradi turmushga chiqqandan keyin uchun, qarindosh uchun, ota-onasi uchun, kimdir uchun de. Va bunaqa yana aytadi, sekin menga bola vobshe kerak emas deb qo'yadi bor. Bunaqa keyslar menda juda ham ko'p. Yana bitta qiz kelgan, raskopga olgan, imini befarzandlikka olgan. Men qaynonam uchun tug'moqchiman. Menga umuman kerak emas bola, nima uchun deb chiqqanda figura buziladi. Umuman bola qarashga meni toqatim yo'q. Sababi, chunki o'zini singlisi bilan ukasini o'zi qiz paytida o'zi katta qilgan, to'ygan, o'sha paytda o'sha qaror qilib bo'lgan ekan. U biz psixoanalizda topganmiz. Vobshe bola qaramaydi. O'sha holatlar bo'lganki, bola chaqaloq endi ukasini tashlab ketgan, singlisini tashlab ketgan, onasi ishga chiqib ketgan. 8-9 yoshli qiz qarang, bu norma holati bola uchun. Lekin miyaga ketib bo'lgan убеждение. Yig'layotgan payt ustiga ko'rpasini olib qo'yardim deydi. Shu jag'i o'chsin. Bitta yig'lab uxlab qoladi. Endi turmushga chiqdi, katta hayotga kirgandan keyin u avtomat o'sha bola tug'ish kerak. Bola tug'ganda bola yo'q. O'sha 3 yil o'tdi keyin. Yana mana tana o'sha tan olganda ular kulib aytadi. Keyin biz uni o'zi qaror qabul qilish kerak. Haqiqatda bola kerakmi? Bola nima uchun kerak? Mana bunaqa narsa bo'lib qolgan bizda. Bola tug'ish uchun to'y qilish kerak. Tushundingizmi nima demoqchiman? Даже to'yxonalarda ham 9 oy 9 kunda bizni programma qilib berishadi. Oldindan ustanovka turadi. Ssenariy yozib berishadi. Bu to'g'ri, qaniydi? Tayyormikin anular, xotinlar, kelin kuyovlarni, u narsalarni bular bilmayman o'ylashmaydi. Bilmadim, bu meni shaxsiy fikrim. Kim nima deydi? Bu meni fikringizni bildirib ketaylik. Da, fikringizni bildirib ketaylik. Buni deb ajrashib ketmanglar. Chunki befarzandlikka ketidan ajrim holatlari ko'p. Nima bo'ldi? Tug'madi. Nima bo'ldi? Tug'madi. Manaqa nima edi? Eng katta xato bu erlarga ham, xotinlarga ham, umuman erkak ayollarga taalluqli gap ajrim masalasida miyaga ajrashish degan fikr tushdimi, o'sha shayton shu darajada vasvasa qiladiki, o'shandan chiqib keta olmaysizlar. Har bitta yechimni ajrim orqali qidirasizlar. Paytimi ajrashish fikri keldimi, darhol astag'firulloh, Allohim o'zing menga go'zal yechim ber deyish kerak. Ajrim degan o'sha programma tushdimi, har bitta vaziyatda ajrashishga sizlar bahona qidiraverasizlar. Sabablarni olib kelib beradi, muhit yaratib beradi. Shayton ham shu narsaga vasvasa qiladida, keyin oxiri ajrashib qutuladi. Lekin ajrim bu yechim emas. Da, yechim emas. Bo'ldi. Imенно shu ajrashganlarning ko'p holatida afsuslanishlar ham ko'p-da. Qaniydi deyshadi. Yana-chi, hozir ko'p misolcha sizga ham anaqa kelishsa kerak, ajrashadi-da, keyin bivshiy eriga yoki bivshiy xotiniga ko'rsatib qo'yish uchun sraz yana erga tegib oladi, yana o'sha ssenariy takrorlanadi. Battar qiladi. Iltimos ajrashdinglarmi, o'z ustingizda ishlanglar, keyin boshqa turmush quringlar agar kerak bo'lsa. Atak anaqa nima edi? Kimdirlar bo'ldi, ajrim kerak, ajrashdim, bolam uchun yashayman deb tarki dunyo ham qiladiganlar bor. Bu ham menimcha noto'g'ri. U ham noto'g'ri. O'shaning uchun prosta meni addushi maslahatim ajrashgandan keyin sraz yana boshqa turmush, o'sha og'riqni bostirish uchun yangi turmush qurmanglar. Qo'yish uchun. Yana nimasi achinarli, undan zo'rini qidirishga harakat qiladi. Undan boyini, undan uxajorini. Men aytaman, topasizlar shuni. Niyatga yarasha topishadi, lekin muhit undan battar bo'ladi. Если не проработанный bo'lsa. O'sha ssenariy yana battar bo'lib takrorlanadi. Bu narsa bizning tajribada juda ham ko'p. Mana yaqinda bittasi keldi, 8 marta turmush qurgan. O'zi 35 yosh. Har safar
ajrashgandan keyin adasi qo'ymaydi. Bor. Ota uyga sig'maydi. Qizi bechora ilmsizligi, bilimsizligi tufayli. 8 ta turmushda o'zi bitta bolasi bor. 8-turmushdan tug'gan. Qolgan turmushda 3 to'ra bir oy yashagan. Chunki qizi ilmi yo'q. Hech qanaqa muhitda o'sma. Endi kirdim, endi tushundim deb prosta yig'layapti. Endi topdim sizni debdi. Shu darajada ilmsizlik oqibatlari qizlar, faqat ilm olinglar. Hozir bular aytishadi. Menda ko'p keladi, balki sizda ham kelar, yana kurs sotadimi deb. Xursand bo'linglar. Hozir bizning maqsadimiz kurs sotish emas, kurslarda o'qinglar. Endi to'g'ri ozgina filtr qilinglar, sortirovka qilinglar. To'g'ri kelgan kursda deyolmayman men. O'zinglar Xudodan sizlarni muammolarga yechim beradigan kursni niyat qilsanglar, aytishadi, "Voy, men bunaqa niyat qildim, oldimdan chiqib keldingiz. Men bunaqa niyat qildim, oldimdan chiqib keldingiz." Mana siz ham men o'sha payt oldimdan chiqib keldingiz. Xuddi shunday Xudo sizlarga oldinglardan olib chiqib beradi. Qizlar 1,5 soat davomida mana men ishoning maza qildim. Juda ham pozitivni energiya. Shunday ayol kishining o'zi energiyasi bilinib turadi, toza ayol ekanlar. Rahmat. O'shanga men даже maza qildim. Hozir bularni o'zlari bilan ham gaplashib turib, eski xotiralarim ham ko'tarilib ketdi deb, o'zim mana esimga tushib qoldilar o'zlari texnikalaridan foydalanganim. O'shaning uchun bu podkastni yana qaytib eshitishinglarni taklif qilaman, eshitishinglarni maslahat beraman. Juda ham ko'p narsa olasizlar. Ayolliginglarni his qilish, xulosa qilib aytaman, bugungi podkastdan birinchi o'rinda. Sizlar toki ayolliginglarni his qilmas ekansizlar, keyingi qadamga уже yo'l yo'q sizlarga. Yo'l bor, lekin unutasizlar. Umuman, lokatsiyada adashib ketasizlar. Har bitta insonni o'z mana sizlar poyezd deb oladigan bo'lsanglar, relsi bor. Boshqa relsga o'tib ketib qolasizlar-da. Oxir oqibat baribir bir kun aytasizlar sizlar. Men qaynam rahmatlining gaplaridan kelib chiqib aytaman, men ayolman, o'zim uchun hech narsa qilmayman, hammasini sizlar uchun, bolalarim uchun qildim deganlar insult paytida. Qani endi sizlar uchun yo'q, o'zingiz uchun qachon yashaysiz? Ayolligingizni his qilgan holatda, ayolligingizni his qilmas ekansiz, qolganini ishoninglar nolga teng. To'g'ri. Hozir har xil mavzularni ko'tardik-da, kimdirlarni og'riqli nuqtasiga tegib qolgan bo'lishimiz ham mumkin yoki kimdirlarni yana mana shu podkast orqali, mana shu videolar orqali savoli tug'ilgan bo'lishi mumkin. Yozinglar kommentariyada, bajonida javob beramiz. Fatima, rahmat sizga katta. Voy, sizga rahmat. Mazza qildim. Baribir ham siz mendan oldin kirib kelgansiz, menga ustozsiz. Sizdan ham hozir zo'r insightlar oldim. Xudo xohlasa keyingi podkastlarimizda yana zo'r mavzularni ko'taramiz. Qaysi mavzuda suhbatlashishimizni xohlardinglar? Mavzularni yozinglar. Sizga kattakon rahmat, tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Eng qiziq siz menga ustozsiz-ku. Bir paytlar ustoz bo'lgan ekansiz. Rahmat kattakon.